Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan birinchi marra mashg'ulotimiz. Mavzu: media va axborot savodxonligi, uning jamiyat hayotidagi o'rni, media va axborot savodxonligi tushunchasi mazmuni. Ma'ruzachi matematika va informatika kafedrasi o'qituvchisi Xolmurod Shuhrat. Dastlab reja bilan tanishib olsak, birinchi rejamiz media va axborot savodxonligi tushunchasi. Ikkinchi reja media va axborot savodxonligi jamiyat hayoti o'rni. Uchinchi rejamiz ta'limda media va axborot savodxonligi. Demak, ma'ruza mashg'ulotimizni boshladik. Tabiat va jamiyatdagi har bir evolyutsiya jarayoni insoniyat tarixining muhim qismi sifatida insoniyatni o'zi haqidagi tarixiy haqiqat topishga yaqinlashtiradi. Shu ma'noda yerning yaratilish tarixi, hayvonot olami va o'simlik dunyosi o'zaro bog'liqligi dunyoning yaratilishi bilan bog'liq muhim yangiliklar tadqiq qiladi. Media savodxonligi va axborot madaniyatining hayotimizga chuqur kirib borishi tufayli axborot hajmi ham oshdi va bunday global jarayonda ommaviy demokratik muloqotning eng yaxshi kafolati hisoblanadi. Muloqotning bu turi inson huquqlarini amalga oshirishning asosiy omili hisoblanadi. Binobarin dunyodagi barcha voqea, hodisalar, u yoki bu tarixiy manbaga o'ziga xos tarzda oydinlik kiritilishi va ayni paytda muhim tarixiy ma'lumotlarning ochilishi uchun sabab bo'lishi mumkin. O'tmish tarixi, ijtimoiy va gumanitar fanlarni o'rganishda falsafa, madaniyatshunoslik, etnologiya, etnografiya, san'atshunoslik, sotsiologiya va boshqa shu kabi fanlar yetakchilik qilmoqda. Biroq mohiyatga ko'ra bu fan tarixining muhim tarkibiy qismidir. Tarixiy manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, ibtidoiy odam o'z fikrini o'zi o'ylab topgan, turli belgilar va tasvirlar yordamida ifodalashga harakat qilganligini bilib olamiz. Inson hayotidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan til, yozuv va muloqot shakli shu tarzda paydo bo'lgan degan argumentlar yo'q emas. Media va axborot savodxonligi soyobon, ya'ni bir tushuncha mazmunida ikki ma'no birlashgan atama sifatida UNESCO tomonidan tavsiya etilgan. Uning mohiyatini anglash uchun har bir tushuncha o'zagini bilish zarur. Har bir atamaning mohiyatini kelib chiqqan holda ularni tavsifi quyidagicha keltiriladi. Axborot savodxonligi axborotni tanlash, baholash, qayta ishlash va uzatish borasidagi ko'nikmalar va malakalar majmuini bildiradi. Media so'zi lotin tilida ko'plikdagi medium so'zidan olingan bo'lib, o'rta, oraliqdagi ma'nolarni bildiradi. Zamonaviy qo'llanishda mazkur atama bir necha ma'noga ega. Birinchidan, media so'zi ommaviy axborot vositalari, ya'ni OAV ni gazeta, televideniya, radio, kitob va internetni anglatadi. Ikkinchidan, unda media kontentni yangiliklar, reklama e'lonlari, elektron o'yinlar va filmlar belgilash uchun foydalanadi. Uchinchidan, u media kontentni ishlab chiqaruvchilar, jurnalistlarni, fotosuratchilarni, media kompaniyalarni va hokazolarni ham bildirishi ham mumkin. Bugungi kunda media atamasining ommaviy axborot vositasi yoki mass media tushunchasilarining sinonimi sifatida foydalaniladi. Hozirgi zamon jamiyatida taraqqiyotga medialarning ta'siri yil sayin oshib borib, ular vositasida insonlar atrof voqelikni ijtimoiy va ruhiy jihatdan anglamoqda va baholamoqda. Zamonaviy medialarning asosiy jihatlariga tadqiqotchilar kreativ, ya'ni yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'nolar ishlatilyapti bu so'z albatta, va innovatsiyalarni kiritmoqda, ya'ni kiritib bormoqda. Shu bilan birga boshqa manbalarda ham media atamasiga shu tarzdagi tavsiflar berilgan. Ko'ramiz. Media ommaviy axborot vositalari ham keng ham maxsus auditoriyaga mo'ljallangan, ko'ngilochar takliflarni tavsiya etuvchi yangilik, axborot va reklama axborotlarini tarqatishga yo'naltirilgan, ko'p sonli va serqirra funksiyalarni amalga oshiruvchi kommunikatsiya kanallaridir. Elektron bo'lmagan bosma medialarga quyidagilar kiradi: davriy nashrlar, gazeta va jurnallar, kitoblar, komikslar. Elektron medialar, ya'ni nimalarda tashkil topgan? Radio, kino, televideniya, demak kompyuter, video o'yinlari, internet, yozib olingan musiqalar, hokazolar bo'lishi mumkin. Komiks, endi shu so'zga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni notanish so'z bo'lishi mumkin yoki shu so'zda nima ekanligini ba'zan yodimizda qoladigan bo'lsa, shu bunga ma'nosini ham keltirib o'tganmiz. Demak, komik so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, kulgili degan ma'noda ishlatilar ekan.
tasvirda ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Tak. Media savodxonlik insoniy jamiyatdagi fuqaro sifatidagi mas'uliyatini his qilgan holda faol va savodli bo'lishi, media matnlarni qabul qila olishi, yaratishi, tahlil eta olishi va baholash zamonaviy mediani ijtimoiy, madaniy va siyosiy mazmunni tushuna olishi demakdir. Ushbu majmuani birinchi jadvalda ko'rish mumkin. Axborot savodxonligi axborotga egalik, uni baholash va axloqiy qoidalarga rioya qilgan holda foydalanishning muhimligini e'tirof etiladi. Axborot ehtiyojlarini aniqlash va shakllantirish, axborotlarni izlash va unga egalik qilish, axborotlarni baholash, axborotlarni tizimlashtirish, axborotlardan axloqiy qoidalarga rioya qilgan holda foydalanish, axborotni uzatish, axborotni qayta ishlash uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlash, ya'ni AKT bilan ishlash ko'nikmalaridan foydalanish mumkin. Media savodxonlik mass mediani qabul qilish va uning faoliyatini baholash bo'yicha ko'nikmalar va malakalar majmuini bildiradi. Mazkur majmua ikkinchi jadvalda keltirilgan. Demokratik jamiyatdagi medianing roli va funksiyalarini tushunish, media o'z funksiyalarini amalga oshirish mumkin bo'lgan shart-sharoitlarni tushunish, media content uning funksiyalarini nuqtai nazardan kelib chiqqan holda tanqidiy baholash, media vositasida o'z fikrini bayon etish va demokratik jarayonlarni etish uchun o'zaro hamkorlik qilish. Foydalanuvchi kontentni yaratish uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalar shu jumladan axborot kommunikatsiya texnologiya bilan ishlash ko'nikmalarini faollashtirish. Media va axborot savodxonligi nima uchun kerak? Quyidagilarda demak shu savolga javob topishingiz mumkin. Huquqiy demokratik jamiyatimiz to'laqonli faol fuqaro sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyatini tushunish, OAV, ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish. Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilib olishga albatta bu nima bo'lar ekan? Yordam beruvchi yoki vositalik asosiy jarayon ekan. Insonning vizual obrazlar ta'siri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishlarini tahlil qila olish, yeta olish va vizual xabarlar ostida beriladigan ko'rinmas ma'lumotlarni ham o'yga olish. OAV, ommaviy axborot vositalari orqali beriladigan matnlarni kommunikatsiyalar mohiyatini tashkil etish, axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilyapti, kimning manfaatlarini o'zida aks etyapti degan savollarga javob topa olish uchun zarurdir. Demak, bu media savodxonligi nima uchun kerak bizga degan savolga javoblar mana shu yerda yozilgan ekan. Ko'ryapsizki, hurmatli talabalar, bu yerda ko'p narsalar keltirib o'tilgan. Demak, media savodxon inson asosan ommaviy axborot vositalarida yoki gazetada, yoki jurnalda, yoki internetda, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar siz tahlil qila olishingiz, o'qiy olishingiz, o'qiganda ham fikrlab, o'sha fikringizni bayon etib, qanaqa bayon etish bo'ladi? Masalan, bu bizga kerak, bu bizga kerak emas deyish mumkin. Ya'ni axborot haqida ketyapti. Shu axborot nima uchun kerak? Yo, nima uchun kerak emas deganga albatta dalil, isbot, zararli yoki bo'lsa zararsiz tomonlarni ham keltirishlarida asosiy media savodxonning asosiy nima desak bo'ladi, bilimlarni shu yerda bilib olsa bo'ladi. Ya'ni media savodxon inson qanday bo'lmoq kerak degan savolga. Axborot atamasi ko'plab tavsiyalarga ega bo'lib, u ma'lumotlar tadqiqot jarayonida olingan bilimlar, tajriba yoki tahsil olish